Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Feruz. Ismim Feruz Qurbonov. Taxminan 14 yildan beri, 15 yildan beri grafik dizayn yo'nalishida ijod qilib kelaman. Ko'proq tashqi reklama yoki prezentatsiya, brend book shunaqa loyihalarda qatnashganman. Uchida grafika bo'yicha ham oz-moz bilimlarim bor. Sizlarga mana shu bilimlarimni, bilganlarimni hammasini ulashib borishga harakat qilaman. Hozirgi davrda sun'iy intellekt rivojlanib kelyapti. Sun'iy intellekt bu ketishda grafitskiy programmalarga уже ish qoldirmasligi mumkin bu ketishda, chunki jadallab rivojlanib kelmoqda. Bugungi videomizda sizga yana bir qiziq bir fishkani o'rgatmoqchiman. O'zim ham ko'rib ta'jublandim to'g'risi. Mijozimizdan bir zapros keldi. Mana hozir sizlarga qo'yib beraman. Mana shu Gavhar Stelin o'rniga Malohat Beauty deb xudshini bitta dizaynchasini qilib bering. Mijozimiz shunaqa narsa so'rashdi. ChatGPTga murojaat qildim. Mana shu Gavhar Style mana berdim. Shu reklama bannerini nomini Malohat Beauty deb yozib ber. Fayl print uchun tayyorlab ber. Yuqori sifatda deb zapros berdim. Berganimdan keyin mana shu variantni menga tavsiya qilyapti. Klientga ko'rsatdim. Bir ikkita joyini edit qilishni so'radi. Общий kartinka unga ma'qul keldi. Men shokdaman. Juda ajoyib natija deb o'ylayman. Shuni sizlarga video qilib tayyorlayman dedim. Kimga qanaqa yo'nalishda video qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Grafik dizayn yo'nalishida qanaqa kimda savollar bo'ladigan bo'lsa, o'sha kommentariyaga yozib qoldiringlar. Именно o'sha zaprosinglar bo'yicha video darslik qilib chiqaraman. Sizlar bilan dizayner Feruz bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Like va podpiska tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Bor tajribamdagi hamma ilmlarni sizlarga bo'lishga harakat qilaman. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.